Kim aytdi sizlarga oshirma xamiri faqat sutdan tayyorlaymiz deb? Bugun sizlar bilan latiko kefirlariga yumshoqqina mayingina oshirma xamirli pide tayyorlaymiz. Iliq suv, kefir, dro'ji, tuz va shakar, yog' solamiz. Yumshoq xamir bo'lgunicha un solib 15 daqiqaga oshirishga olib qo'yamiz. Endi latiko brendini brinza hamda sirlardan foydalanib nachinka tayyorlaymiz. Xamirimizni oshgach 3 ga bo'lib, videoda ko'rsatilgandek avvalnoy shaklda qalinroq qilib yoyib olamiz. O'rtasiga nachinka solib, pide ko'rinishiga keltirib olamiz. Atrofiga tuxum sarig'i hamda kunjut sepamiz. 180-200 gradusga oldindan qizdirilgan pechga qo'yib pishirib olamiz. Aytgancha xohishga ko'ra ustiga sariyog' bo'liklardan qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Latiko brendining brinzalarini faqatgina pideda emas, nonushtada ham mazza qilib tanovul qilsanglar bo'ladi. Sirli pideni bo'lsa asalsiz tasavvur ham qila olmayman. Yana aytgancha bu brendimizda ayronlari mavjud. Bunaqa ayron Turkiyada ham ichmagan bo'lsam kerak. Qizlarjonlar, sirli pide asallar bilan, yonida ayronlari bilan bo'lsa, qizlarjonlar, arzimagan videoyimga bitta like va kommentariy qoldirsanglar, sizlardan juda ham xursand bo'lardim.